Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyalarımızı başlayımız. Leksiyada size gacıyoruz. Bugün Çisak 2026 yıl 5. ayının 8. günü. Hafta gücüme vatandaş. Bugünkü vaziyetini etkandım ve evvel üzemden vaziyetine bir sözde. Tünü gün, müşündak bir iki haberge eriştiğim vatandaş. Bunu hem de kısa haberler katardaki haber deyip karayımız. Hem bugün hiç bunu anladım hem. Anlap bakıp bunun taza kanaat kılgılık bir cevap tapalmadım. Öttigenden biri saklap otadı vatandaş. Yani bir haber gelemize. Bütün haberlerden baktım. Yani bu Xitay obzorçulardaki bir alaylık olsa gerek. Çünkü meyli kanda Xitay buluştan kat'i nazar, o kayyada yaşayan buluştan kat'i nazar. Meyli Amerika'daki demokratik devleti yaşayan bolsun, meyli Tayvan'daki yerde yaşayan bolsun, onun da kat'i nazar, o bari bir Xitay vatandaş. Hem bu kanda haber kendisini zaten anlaysayız, mesela evvel anlap andın gep kılaylı, şiddetlik gayri bir ehval. Bu haber yani Xitay özü haber kılıvadı. Bırak mavzudu bu, konkret mezmununu bilmeyivadı. Çıtakmadım şey vatandaş. Şiddetli gayri bir ehval. Amerika Koşmuş Ştatlarının 5000 kişilik alaylı hareket koşulları Beijing Chang'an koçsuda çarlaş elip berivatıdı. Kelgisi 20 gün içinde Xi Jinping'in ya ki halak buluşu ya ki Amerika'nın aziz mihminliği aylanışı yallaka aylanıdı. Tenkit Suşahı 5. ayının 7. günü yutup Washington vakti tünügün saat 3. Yani şu 3'ten burun 4 saat ilgili yetip gelge haber. Canınız vatandaş hazır Amerika Koşmuş Ştatlarının 5000 neferden artıq yoki 5000 kişilik alaylı hareket koşulları Beijing'de Chang'an koçsuzu çarlaş elip berivatıdı. Bu tügüdüma ikinci haberi dikkat kılın. Cumhur Kompartiyasının amallık tertiplerine red kıldı. Yani yakında Amerika Koşmuş Ştatları Prezidenti Donald Trump Beijing'e ziyaretki bardı. Amallı qoğdaş işlerini Cumhur taraf emas, Cumhur tarafının amallı qoğdaş işlerini red kılıp, bütün menqilat, mülazimet ve başka üskünler yani maddi üskünlerin hemmisini Amerika'dan tuşup Beijing'e elip geldi. Deslepti 2 tane aeroplan idi. Keyin o 4 tane aeroplan öttü. Bugün onu Jangpyeong'u yana bir qıtım görüştüp aeroplanı, yana bir qıtım haber qilgandek boldu lekin o başka bir mezmunda sözledi. Mesela Jangpyeong'u nime sözledi desiniz? Yuqorida aytdiq-ku, o rast boldu endi. Amerika Qo'shma Shtatlarning alohida harkat qismi. Bular xalq sarayidimi? Şundaq bir yerdə orunda Cumhur'un amallı qoğdaş xadimleri bilen Amerika tarafının amallı qoğdaş xadimleri sınaq tariqası eliş baqqandek. Bunun da Cumhurluq amallı qoğduğuçular özünü körüstüp koymakçı bolğandek əməliyyəti məğlub bolğan. Bunu bugün Can Fonseca'nın aşk haberiga qarasanız görəliyiz vətəndaş. Məğlub bolğan gap. Bu hem tügüdüğü, hem de ikinci haber, Cumhur Kompartiyasının amallık tersipleri red kılındı. Prezident Donald Trump hususi söhbetlerde Tayvan boğuzuğa agahlandırış verdi. Cumhur Kompartiyası hata hüküm kılıp, bu kıtım bivastı yükünüp yalvardı. Eğer Cumhur Kompartiyası Tayvan meselesi de hata hüküm kılacağım bolsa, bu kıtım çokum yükünüp durup yalvardı. Adam içki azalarını mecburi kesip eliş meselesi
bu qatim bevosita suhbat ustiga chiqadi. Bu qatim bevosita suhbat ustiga chiqadi. Shunday jiddiy xabarlarni anlatgan ya tilimiz kamchi ko'p qoldi, ya gapimiz takrorlanib qoldi. Kechiringlar vatandoshlar. Qarab turing. Odam ichki a'zolarini majburiy kesib elish masalasi bu qatim bevosita suhbat ustiga chiqadi. Ya'ni Beijingda prezident Donald Trump bilan Xi Jinping o'tkazgan suhbatda ichki a'zolarni majburiy kesib elish masalasi bu qatim bevosita suhbat ustiga chiqadi. Ikkinchidan, Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat ishlar kotibi Marco Rubio prezident Donald Trump bilan suhbat qurmoqchi bo'lgan Xi Jinpingga ogohlantirish berib, kishilik huquq masalasi bu qatim bevosita urushga ilib bordi dedi. Ümit Sadosi TV 5-ayning 7-kuni YouTube. Qarab turing. Mush jumlam degiz basik bo'lsa, anglag'anlar tuzatasizlar ekan, mazmuni shu. Birinchisi Xitoycha nima deydi desangiz, Qi Yiti. İchki a'zolarni kesib elishga Qi Yiti. Jie Shangzhou. Jie Shangzhou bu yerdagi suhbat ustiga chiqadi. Bevos suhbat ustiga chiqadi. İkincisi Ren Yiti yoki Ren Venti Kayjan. Bu yerda agar biz bu suhbat jarayonini munozara qilishimiz yoki muhokama qilishimiz desa, Xitoy bu yerga jandov degan so'zni ishlatish kerak edi, vatandosh. Jandov degan so'zni ishlatmay Kayjan. Urush degan gapni ishlatibdi. Men buni shunchalik tushundim, sizga ham shunchalik yetkazdim. Ham buningda nima deymiz degan vaqtda tarjimada xatolik desangiz yo'q. Chunki jandov degan Xitoy tilining o'rniga Kayjan degan Xitoy tilini ishlatibdi. Bu Kayjan bilan jandov ikki xil so'z, ikki xil ma'noda vatandosh. Men shuni sizga shunday yetkazdim, qarab turing, mana anglab turing. Davlat ishlar kotibi Marco Rubio prezident Donald Trump bilan suhbat qurmoqchi bo'lgan Xi Jinpingga ogohlantirish bo'lib berib, kishilik huquq masalasi bu qatim bevosita urushga olib bordi dedi. Ümit Sadosi TV 5-ayning 7-kuni YouTube. Belki men mujmallik keltirib chiqargan bo'lishim mumkin tarjimada. Vatandaşlar ko'rib, mushuni o'qib baqsanlar bo'ladi. Bugun men mushuni vatandash attigandan bir saqlab o'ttirdim, boshqa xabarlarda kelamdi deb. Baştikisi mesela şu şavkanın haberi Amerika Qo'shma Shtatlarining 5000 nafar yoki 5000 kishilik alohida harakat qismlari Beijingda Chang'an ko'chasida chorlash elib beryotdi desangiz, bu endi men o'zim ko'rgan dunyo tarixida uchrab boqmagan bir ish. Men Ikkinchi dunyo urushining oldi keyindan toki hozirgacha bo'lgan araliqda Amerika Qo'shma Shtatlari shunday ish qildi. Qilish zaruriyati tug'ilganda shunday qildi. Tönegen Venezuela'da ko'rdingiz. Bugunlardan hozir Ironda ko'ryapsiz vatandosh. Onun avvalida Panamada ko'rdingiz. Shunday ishlar vatandosh. Bugun endi biz Beijingda ko'rdik. Hozir So'shafa bu obzorchining anglishi bilan 5000 kishilik Amerika Qo'shma Shtatlari alohida harakat qismlari Beijingda Chang'an ko'chasida chorlash elib beryapti. Bu tugadi. İkincisi endi bu qatim prezident Donald Trump'ning davlat ishlar kotibi yoki prezident Donald Trump hukumatining davlat ishlar kotibi Marco Rubio ikki masalada Cumhurga ogohlantirish berdi. Birincisi ichki a'zolarni majburiy kesib elish masalasi bevosita suhbat ustiga chiqadi. İkincisi kishilik huquq masalasi
bevosita urushqa elib boradi. Jeje kayjan. Rinchwan yiti, jeje kayjan. Chigwan yiti, jeje shangzhou. Xitoy tili ashunday qopdi, biri bevosita üstiga chiqadi. Chigwan ichki a'zolarni kesib elish masalasi. İkincisi, kişilik hukuk meselesi bevosita urush kelib bordi degan ma'noda hozir shundoq tushunib turib vatandosh attigandan biri saqlab o'tirib qisqa xabarlarni izlab to'rbatdan oqtirib bir nechisini anglab yana bu to'g'rida nima gap chiqadi deb anda yozma xabarlarga qarab mesela Amerika ovozi yozma xabarlari Vanvi to'rbeti yozma xabarlari Cungo Ganazer torbeti yazma haberleri şunuzu çıkıdı, şunuzu keledi deb bugün bir kunni o'tkazdim vatandaş ahir ta'xir qilib bulanmay hozir sizga buni so'zildim. Buning boshqa mavzularni qo'shmadim, ya'ni qisqa xabarlarning boshqa mavzularini qo'shmadim va favqulodda ikki xabar, ikki mavzu, ikki qisqa xabar men uchun shundoq, men shundoq his qildim. Sizin belki şundak his qilasiz vatandaş bugün mushunchalik anglang atogin yana xabar yoki yozma xabarda keladigan bo'lsa men buni qoldirmay turib sizlarga vaqtida yetkazman vatandoshlar. Bugün shuning uchun kechikib qoldim. Meni kechiringlar. Men hozir o'zimning mushu xabardan keyingi ta'siriyotimni so'zlasam bu mening o'ngimmi va yoki tushimmi deb qoldim vatandosh. Men o'ngimmi va yoki tushimmi deb qoldim vatandosh. Keyingi taraqqiyotlarga nazar og'diraylik vatandosh.